7 oylikdan 70 yoshgacha to'g'ri keladigan, ayniqsa nondan dieta qiladigan, qandli diabeti bor xastalar, semirib ketib ozish uchun dieta qiladigan insonlar, sog'lom turmush tarzini, vitaminlarga boy mahsulotlarni sevadigan insonlar uchun maxsus brokkolili non tayyorlaymiz. 200 gram brokkolini chopper yordamida yoki pichoq yordamida yoki qirg'ichdan chiqargan holatda mayin holatga keltirib olamiz. 2 dona tuxum, 40 gram ovsyanka uni qo'shamiz. Tabga qarab tuz solamiz. Eslatib o'taman, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga tuz mumkin emas. Razrixlitil yoki chayniy sodani limon yoki уксусda o'ldirib solamiz. Bu mahsulotlarni barchasini yaxshilab aralashtirib, bir xil massa holatiga keltiramiz. Tayyor aralashmani qolipga yoki pergament solingan duxovka listiga solib, tekislab olamiz. Bu non haqida to'liq ma'lumotni opisiyadan o'qib olishingiz ham mumkin. Yanada foydaliroq bo'lishi uchun uyimizda bor foydali urug'lardan 180 gradusda qizdirilgan gaz pechida 20-25 daqiqada pishib chiqadi. Bu nonni tayyorlab yeyish uchun albatta dietada bo'lish shart emas. Chunki foydali va sog'lom ovqatlanish har bir tananing haqqidir. Ayniqsa qandli diabet bilan kasallangan bemorlar oq nondan dieta qilishi juda ham muhim. Kintoyingiz uchun prekormni qaysi nondan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, bu nonni tayyorlab xuddi shu usulda taklif qilishingiz mumkin.